Payg'ambar alayhissalomga Alloh taolo ey Muhammad boshingizni ko'taring, so'rang, so'raganingiz beriladi, shafoatni tilang, so'raganingiz beriladi deb Alloh taolo marhamat qilayotganda payg'ambar alayhissalom aytadiki, ya Rob, izanli fi man qala la ilaha illalloh dedilar. Ya Allohim, ey Robbim, la ilaha illallohni aytgan kishi haqida menga izn ber. Uni shafoat qilishim haqida, uni avf qilishing haqida menga izn ber degan jumla. Bu sahih hadisda kelyapti bu jumlalar. Biz bunga iymon keltiramiz do'stlar, uning haq bo'lishiga. Shunda fayaqul, ya'ni Alloh taolo aytadiki, va izzati, qasam ichyapti. Va izzati va jalali va kibriyai va azamati, izzatimga, jalolimga, kibriyoyimga, azomatimga qasamki deyapti Alloh taolo. La ukhrijanna minha man qala la ilaha illalloh. Kim la ilaha illallohni aytgan bo'lsa, uni do'zaxdan batahqiq chiqaraman dedi. Qulu la ilaha illalloh. La ilaha illalloh deinglar do'stlar. La ilaha illalloh deganda Alloh taolo do'zaxdan chiqaraman deb va'da qildi. La ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh va sallallohu va sallama ala sayyidina va maulana Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.